Bugun tashkil qilingan konferensiyaning nomining o'zi buyukda Markaziy Osiyo sivilizatsiyasi tizimida O'zbekiston tarixi madaniyati. O'zi sivilizatsiya atamasini 18-asrda Adam Ferguson degan shved olimi kiritdi-da va sivilizatsiya termini bu qadimgi lotin tilidagi fuqarolik, qonunchilikka asoslangan fuqarolik jamiyati ma'nosida keladi. Yaqin vaqtlargacha Markaziy Osiyoga yoki O'zbekistonga nisbatan sivilizatsiya atamasini qo'llash mumkin emas edi. Taqiq bor edi. Kulardi odamlar, nima deyapsan, qanaqa O'zbekiston sivilizatsiyasi? Rim, Yunon sivilizatsiyasi, Misr sivilizatsiyasi, Xitoy yoki Hindiston sivilizatsiyasi bor. Markaziy Osiyoda, Turonda sivilizatsiya yo'q. Sizlar Eron periferiyasining chekka bir hududi, Eron sivilizatsiyasining periferiyasi, chekka bir hududi degan tushunchalar bor edi. O'tgan asrda so'nggi yillarda olib borilgan arxeologik tadqiqotlar O'zbekistonni mustaqil sivilizatsiya markazi ekanligini ko'rsatdi. Mana bugungi xalqaro konferensiyada akademik ustozim Anton Sagildayevich, Rustam aka Sulaymonovning dokladlarida bu haqda ma'lumotlar berildi. Men o'zim ham shunga bir to'xtalib o'tdim. Sivilizatsiyaning belgilari borda, ma'lum bir hududda, ma'lum bir davrda sivilizatsiya mavjud edi deb da'vo qilish uchun o'sha belgilar bo'lishi kerak. Bir ingliz olimi Child, rus tiliga tarjima qilingan kitob bor, Древний Восток, sivilizatsiyaning 15 ta belgisini ko'rsatib o'tadi. Keyinchalik bu qisqarib 7-8 ta qoldi. Biz Markaziy Osiyoda shu sivilizatsiyaning 8 ta belgisini topdik. Birinchi, shahar madaniyati. Shaharsozlik madaniyati sivilizatsiyaning birlamchi belgisi. Shaharda funksiyalari ko'p. Lekin eng muhim funksiyasi shahar ma'muriy boshqaruv markazi. Shahar bormi? Markaziy boshqaruv bor, davlatchilik bor. Ma'muriy boshqaruv bor, davlatchilik bor. O'zbekistonda mana Qarshi shahrining 2700 yilligini qildik. Shahrisabzning 2700 yilligi. Samarqandning 2700 yilligi. Buxoro, Xiva, Termizlar 2500 yil. Toshkent, Marg'ilonni qildik. Demak, Markaziy Osiyoda sivilizatsiyasining birlamchi belgilari, ya'ni shahar madaniyatining shakllanishi 3000 yilga borib taqaladi. Ikkinchisi, demak, yozuv madaniyati. Mana biz Boysundan bronza davriga oid deb belgilanayotgan toshda bir yozuv chiqdi. Buni o'sha Gonorda topilgan yozuvlar bilan, Shimoliy Afg'onistonda topilgan yozuvlar bilan qiyoslanib bu o'sha qadimgi bitik ekanligi, yozuv ekanligi, mixat yozuvi bu yerda. Bunaqa toshga chizib yozilgan ekanligi haqida fikr bildiryapti. Demak, yozuv madaniyati ham bor. Hurmatli ustozimiz Qosimov domlaning Markaziy Osiyoning qadimgi yozuvi bo'yicha katta monografiyasi bor. Bu o'sha Urxun yozuvlari, qadimgi turkiy bitiklardan ancha oldin O'zbekiston hududida, Janubiy O'zbekistonda yozuv madaniyati borligi haqida ma'lumotlarni keltirib o'tadi arxeologik nimalarga asoslanib. Metallurgiya sivilizatsiyaning birlamchi belgilaridan biri. Dehqonchilik, irrigatsion zemledilik, sug'orma dehqonchilik va diniy e'tiqodning mavjudligi. Bizda o'sha Zardushtiylik o'z davri uchun katta bir diniy ta'limot edi. Hozirgacha Eronda, Hindistonda bu ta'limot tarafdorlari yashab kelyapti. Ilk yakka xudolikka asoslangan ta'limot deyapmiz Zardushtiylikda. Zardusht davriga kelib minglab ma'budalarga sig'inish bor. Zardusht payg'ambar kelib bularning hammasi biddat dedi, yagona iloh, ilohiy nurga sig'ininglar dedi. Zardushtiylik davrida o'sha ma'budalar, ikonalar, sanamlarni yasash yo'qoldi. Ilohiy nurga sig'inilyapti. Ilohiy nur. Va ilohiy nurning ramzi sifatida o'sha olov otashparastlikdan kelyapti, o'sha olovga e'tiqod. Shunaqa ibodatxonalarda quryapmiz. Demak, diniy e'tiqodimiz bor. Va ixtisoslashgan hunarmandchilik bo'lish kerak. Sivilizatsiyaning birlamchi belgilari va ichki tashqi savdo rivojlanishi kerak. Va eng muhimi, demak, ma'lum qonunlar asosida boshqariladigan jamiyat kerak. Sivilizatsiyaning belgilaridan bittasi bizda bor mana shunaqa. Qadimgi So'g' davlati deymizmi, qadimgi Baxtriya, Taxoriston deymizmi, Qanq davlati, Farg'ona, Domon davlati, qadimgi Xorazm o'ziga xos sivilizatsiya markazlaridan bittasi. Shu masalalarda hammasi o'rganilishi kerak. Bugungi o'tkazilayotgan konferensiya shu masalalarda yoritishga xizmat qiladigan yangi ma'lumotlarni olib chiqdi. Ilmiy doiralarga olib chiqdi. Mana dokladlarda eshitdik. Bu yo'nalishdagi ishlarni davom ettirish kerak. Qashqadaryo vohasi Qarshi shahri 2700 yil ekan. Demak, 2700 yil undan ham oldinroq bizda sivilizatsiya asoslari shakllangan va turli
davrlarda rivojlanib kelgan. Inqiroz davri ham bo'ldi, taraqqiyot davri ham bo'ldi. Hozir O'zbekiston 3-renessansga qadam qo'yapmiz-da. Yangi O'zbekiston sivilizatsiyasini yaratyapmiz. Mana shu yerda Qashqadaryo yoshlari va ustozlari, olimlari yetakchi bo'lish kerak deb o'ylayman. Chunki qadim sivilizatsiya markazida turibmiz. Juda boy tarixga ega markazda turibmiz. Bugungi konferensiya ishtirokchilariga yana bir bor rahmat aytaman. Mana shu konferensiyaga davomida kechagi tadbirlar, mana bugungi tadbirlarda biz talabalar bilan suhbat qurishga ham ulgurdik. Mana hozir konferensiya zalida o'tiribmiz. Talabalarning o'quv auditoriyalariga bir ko'z tashlagan bo'ldik. Sharoitlar juda yaxshi yaratilibdi. Juda yaxshi yaratilibdi. Endi shunga yaratilgan sharoitdan foydalanib qolish kerak yoshlar. Ilm, najot ilmdandir. Konferensiyamiz davomli bo'lsin. Har yili shunaqa konferensiyalarni o'tkazib turish kerak. Boshqa Qashqadaryodagi oliy ta'lim muassasalari ham o'rnak olsin deyman shu konferensiya tashkilotchilaridan.